Assalomu alaykum hammaga. Farg'ona viloyati Furqat tumaniga mol tarozi olib keldik. Mana hozir tarozida tortib ko'rsatib beryapmiz. Mana 899 kilo. Bu g'unajin ekan yana. Mana taroziga sig'maydi yoki 1 tonnalik mollar ko'tarilmaydi tarozi deganlar uchun aynan tortib ko'rsatib beryapmiz. Semental molimiz g'unajin. Novvasda hozir olib chiqishga iloji bo'lmadi. Tarozilarimiz kimgadir qiziq bo'lsa olga chiqishlari mumkin. Taroziga 2 yil garantiya beramiz. Zapchastlar Turkiyaniki 2 tonnagacha bo'lgan har qanday molni tortib beradi. Bizi manzil Namangan viloyati Pop tumani e'tiborlaring uchun rahmat.